What's up guys? Assalamu alaikum. Erkimden İngilizce YouTube kanalının görülmeleri. Kanalım geldiğinden karşı alın. Ben hazır Newcastle diye bir şehir geldim. Bu şehrin istegimde göz koyuyor. Voilà. Çünkü hazır nerede desenler? Newcastle'daki bir en egiz bina. Sınıfta da şu an binanın ismi Hadrian's Tower diyen binada görünüş kavattım ben çünkü şehrin ağabeyini görünüş yaxşı göründükken. Bu binada bizden İmran oturdu. Hey, What's up guys? say hi to my audience. Yaxşımısınlar? Bu İmran oldu. İmran'ın uyuda hazır tatlıvatımız. Biz hazır tişiki çıkıp Newcastle şehrini koç koylarını açmış göstermek için. Ondan denki sizlerge intan yaxşı məzmunlarını tayyordu. Kamera İmran'ın kolu düştü. Ben kafalarımızı olay. Here you go, mate. Cheers mate. Can I have a cup, please? Yeah, sure. Yeah. Closing or opening? Doors closing. Let's go on tata. Crown purchase. Let's go tata. Go. Bye. Merry Christmas. Yarım kelgen okşaydı ten içide yüreğim cırıldaydı. Okay guys, we are ready. We're off to downtown Newcastle. Start the engine. Now he's gonna be Hoş bala unda bolsa, yolnuma mangaylı gapimni qilg'ashtiraylik. Ben hazır sizlerge azroq hikoya so'zlab bermoqchi için nimishqa bu yer paydo bo'lib qoldim. In the middle of pandemic, uni ustiga Tier 4 deb London shahrini 4-qatimliq yuqori to'lqin ko'tarildi deb qaytadan qaraman ko'zonaklarimni ko'zonakim ilib Oh my god. tutyapti saqoldi. Sen proplanab Ko'zonakim ilib etdim çünkü men mashina ichida bir tarafdan gap qilib bir tarafdan maska bilan. Alright. Shuning bilan London shahrini 4-qatimliq yuqori to'lqin ko'tarildi deb qaytadan taqib etdi. Taqilgandan keyin mening ta'tilim bor hozir ish kaptilik. Uyning ichida taqilib qolamdim deb qanday qilmasam Imron Mishakal bizning men bor shahar kelgandi. Onun ustiga bu naydi baxtlik bütün ailesi, o'zining kichik ailesilar emas, balki ota onasi, inilari hammasi bütün bir oila kishilar mishad bo'lgandan keyin uyda o'tkazgandek o'tkazay deb keldim. Bu shahar Newcastle upon Tyne, right? Yeah. Ama hammadan muhimi bu shahar ko'rgim kelmadi-ku. Hammadan muhimi shu Imronlar bilan birga ta'tilda qildim. Aman yordamlashgach, öyküchat qalxdan kelib qoldi. Mening ayg'im yarışıp men kelgan kuni uyning yangi uyning ochqishini oldi. Mishda ayg'im yarışilgan bo'lchi men. Shuning bilan Men nima qilib qo'ygan san demagandim. Kelma degan amal yo'q ba dedim-da. Bugun oldim ochqishni. ma'qul shundan kelsam bu shaharga tas ko'chib o'tib ochqishni qo'liga ilib. Shuning bilan uyga joylashib oldik. Night chiroyli qo'y. Obiyamni ko'rdinglar, videoning boshlanishida ko'rganinglar shu Newcastledagi eng egiz tower, Hadrian's Tower. Sorry. Yeah. Hadrian's Tower. Ondan keyin bizning nurg'un qildigan ishlarimiz bor. Erkimlar İngilizce YouTube kanalida İngilizce yurish bir quruq gap bo'lib, shahar cho'g'lab ham yurishdan sir
İngilizce günümüz elbette İngilizce öğrenmesek olmaydı. Çünkü bu kanalın asas maksidi yani şu İngilizce günlük kanal bo'lgandan keyin. Nayda çoğun planlarımız var. Bir neçe şunda ehemmiyetlik videolarni ishlash uchun tayyorlik qilyapmiz. Bugun qilgan ishimiz nima ish qilamiz? Uyga kam narsalar bor, ikki tal olay. Bo'lib uy tashlab qo'ygandan keyin chiqib yo jimga boramiz. Badan chiniqtiramiz. Yoki kechrak bo'lsak bo'ldi, kech bo'lishdan burun shu qahvaxonada bilan birgalashib bir kunlik vlogni qilamiz. Onun üstüne bizning bargan jimirimiz 24 saat ochiq jima. Böyle bir qana men azaldan ko'rib bakmagan ben shunday hayajonli ketib qolmadi desam. Fransiyada unda 24 saat ochiq jim ko'rib bakmaganman. Tug'ilgan kunimdagi videoni ko'rgan bo'lsanglar, balki esinglarda bor, men endi rasmiy boshladim-da, muntazam holda chiniqishni endi boshladim. Bu taraf bo'lsa qancha yil bo'ldi edi sen chinib qotganda? Manga 4 yil bo'ldi edi. Lekin mush yili tashlanib qoldi-da, butun virusni ishida taqaydigan taqilib qolgandan keyin boramay uyda o'rnashib, uyda chiniq qolmay hozir qo'saqlar chiqyapti. Lekin 4-5 yil bo'lgandan keyin 4-5 yil bo'ldi, 5 yil bo'ldi. Biz hozir biz car parkning ichida oldi kaynimiz cho'gilab yuryapmiz. Chunki o'rinlar bor bo'lsa-mu, bu mashin elektrik car bo'lgandan keyin hamma yerga to'xtatish emas, toksimini tıqqılı bulduğun yerga to'xtatish kerak. Shuning uchun oldi kaynimiz cho'gilab yuryapmiz. İçre bak içre Yarım kelgen okşaydı Sen içre Gün tepeye çıkıyor. Atam çalgan oldu da Her bir kıydamışım kabuğundan Gamur yavatta bursatar Yalnızı bezentinin Kalbedim kalduray Bakırlığın öpsüyünü Mukammelani gap atar Hayatta mukandar cihanda Muğamda Yine bir köy var mı direk mi yorguda Teberrük bizge teberrük 12 muqam güzel aile Bizlerge in'am 12 muqam Aytedin tariflegen anne amani sakan Kalbimde gülhan düşmeydi ama Ey kadirleymiz biz bunu Ha dostlar biz hazır Aldıgan apop Şehirnin merkezdeki Sizlerini köz bir yerini Azırak qo'saq to'g'izg'ash ma'balni qo'sqida kaçırdı Azırak qo'saq to'g'izib Qafayishga şehirnin merkezdeki Shunda chiroyli xayolobod sizlar ko'rsatib qo'ydigan tushuntirib qo'ydigan Asli sirtqa chiqib, o chiroyli xayollar bor. Shahar markazidan ko'riklarni, u bu narsalarni tatmoqchidik. Veksas shamol bo'ronliq. Qechib kirib oldik. Moskva uçup ketdi. Moskva uçib ketdi. Tatmaman yana. Bog'dayım. So, Imran. Amrin. Amrin mi? Tıqsini Rain deb chaqiradi. Whatever you like. Okay, Amrin. Question. Cheers. Rahmat. Ma İmran bilan bir ay chiqib bir narsa olib qolsa, men to'layman deb jangi jidallan blokda olib, qo'limdagi telefonlarim tushib, urush peşin. Ben to'layman, sen to'laysan emas, kim boldi to'lsin? Boldir to'lsa deb bilaman shu urushib ketib tortish peşida. Urumchi patisiga bir restoranlar berib qolsak, oshxonalar berib qolsak, shunday olib ketadi. Ya bu da bag'ında qara. Vatan patisida. İki kartımızın tutup talat kızayla mesela. Qaysini tanlaysan? Kimdan chiroyli kerak? Men kartam yo'q, telefonimni bergantsam. Ha, telefonu beraylar. Men mana telefonni qo'limga ilib olgandim, video tortayotgan men xotirjam baribir nim qilmaydi-ku deb o'zimni telefon chiqarib qo'ygancha bu kartlarni chiqarib ulgurib. Anyway, so Amrin, tell me
three English 죠? 님 알려 know? What do you want to know? Uh, Yeah. Tell me 3 things that you don't like about Newcastle. Definitely. Well, it's in general. It's not just Newcastle, but the whole UK. It just rains non-stop. Four seasons. Speak up a little bit, please. We are right It next to the rains sea. more than London and Edinburgh. Here, it rains more. Oh than yeah, it there. rains mostly every day. So yeah. rain, the weather. Sorry, That's the weather. Yeah, one of the things. And then number 2. number 2, the culture. Well, I don't want to say too much about that, but Okay. It's okay. yeah, It's your opinion. probably just the culture. Northeast culture is not a very international city like London. London is like full of like European and other countries, but Newcastle is mainly like British people, and we call them like Geordie because they have their own like slang and language. Not language, it's like Expressions. yeah, like Uygurcha, Ürümçi, Potençi, The accents. Yeah, the accents. Yeah. Sometimes it's very difficult to understand them if they speak in fluent, proper English. Geordie language. You wouldn't be able to. That's a loud car. Yeah, that's the second and third. Probably I don't have a third. Just 2 of them. So tell me about you. What was your first impression when you came? This is your Cold. first time. Yeah, it's very Cold, cold. Yeah. because I didn't expect that. Remember. Well, look at this. Мабалны чапыл туйыксыз үзгәреп калды дип неме ойлашыңлар мөмкин. Төнөгүн ишкин аягы. Wow, look at this car. Mr. Lambo. Come back. Nope. I want the full image. Oh, it's parking behind me. Right, back to the topic. Yeah. You got a new jacket because it was very cold. Yeah, it's freaking cold. I didn't expect that. So that's why I had Imran chip chopini bek setga deb to'lagan qilib tushirib. Ko'zda chopini nepis qog'ozdek tantarbiyachi ketgan kimlar bor yozda. Qog'ozdek nepis, lekin u shamol to'saydigan, yomg'ir to'saydigan chopaq deydi. Londondan, not in Newcastle. Men Newcastle'ning sharqiy shimol rayon bo'lgandan keyin unda shimolda endi bo'sh joylab qolibman-da. Bak to'nladim, shuning uchun men chopini hozir oldik. Yeah, that's that. And then I didn't even really visit the city because took I've you been mainly to, with you guys, and otherwise, yeah, the people speak differently here. They have strong accent. If you don't listen to them carefully, you won't understand. And the city is small, so Well, tiny. it's not small. You're mistaken on that. Northeast is very big, right? Newcastle is part of Northeast. It's the center of Northeast. So I think it's the 5th biggest city in the UK. In the UK. But what is small is the town is small, so you can just walk around town. You can go anywhere by foot, right? Mm-hmm. But it's compact. It's a compact city. I prefer a compact city. I don't like London because first it's too crowded, it's too big, and if you want to go from A to B, it takes you like forever. I don't like waiting. Yeah, I don't like crowded. Yeah, that's why I got the car for. Yeah, that was the first thing. When I first came to the UK, I swear to God that I would never live in London. The first thing I would do is to get a car, get a transport to myself. Well, you don't need a car in London. Well, That's on the ground is a transport. Like it's public transport, right? So I want a private transport for myself. So Okay. I avoid all this traffic and the That's crowdiness want, and the waiting for the bus is the painful thing ever. Yeah, I know. Because it's I don't cold in like the it North either. Seas No. and It's sometimes a pain in the neck. They know it. pain in everywhere. Yeah. Yeah. And, It's the cons. Yeah. But the pros is, I mean, London is London, just like Paris and New York or Milan, or it's the huge capital, so full of opportunities. it's full of fun, yeah. Full of fun. You can pretty much find everything as soon as you have enough money. More job opportunities. People say London is like, even though you went there just for breathe some fresh air, it's gonna cost you £50 for that fresh air. It's like a sarcastic, but it's true. Very expensive. But the number one expensive thing in London is the housing, I think. Housing,
parking. Okay, if you have a car in London compared to UK to Newcastle, Newcastle is stop that. Newcastle is most of the places when you park for 1 hour is £1, right? Really? Yeah, £1 1 hour. Compared to London, 1 hour, the minimum car park, the cheapest car park you can find is £8.50. £8.50 is the minimum wage of in the UK. So whoever works in the mall or in a cafe shop, they get paid £8.50 an hour. So if you live there, you must be making a lot of money, or you're not gonna make you're not gonna be surviving for a there for a living. long time. Yeah. Okay. I heard that Newcastle is very famous with its nightlife. Yeah. So tell me about it a little bit. We go through major universities. Yeah. 3 major universities. That's why. And I saw on the social media when you talk about the nightlife in Newcastle, it's just Newcastle fight all over the social media. No, I mean, look. But I mean, yeah, okay. But hold on. People drink, people drink, but they drink differently. They drink drink a lot, bad. yeah. They drink bad. You can drink in Paris, but you don't have. They don't go Paris fight or never ever. I've never seen or heard anything like that. No, Or in Marseille, same thing. I never heard like Newcastle fight is a thing. It's the first time me hearing from you, right? But it does exist. It's not like an event or anything. But as you were saying, Newcastle is like famous for nightlife. I think it's on the top of the list. People come here every weekend all over the city just to celebrate the weekend, right? Because people are stressed working in this bloody country. It's just like Getting hammered in Newcastle and go fight. No, Getting that's into not a what we're fight. talking about. Yeah. However, Because sometimes you have to explain yeah, everything things because that people you can do. Yeah, because people can misunderstand everything on my channel sometimes, or on anybody's channel really. Not just yours. Yeah, on anybody's. Yeah, we channel. should talk about that. Yes. You know. Yeah. Bunu Uygurca yazışınız gerek çünkü. D'après. Okay, yuqorida bolalar biz shu Newcastle shahar to'g'risida ozroq gap qilishdik inglizcha. Buni sizlarning listening comprehension ozroq mashq qilsin deb dedik. Andan keyin bu yerda bu Newcastle degan shaharning kechilik hayoti bak donliqa. Kashlik hayot hamda nima deydi uni? Kashlik nimasi bak Party qilgan. nimasi bak donliq Angliyada. Unda bo'lgandan keyin boya bizning deyishganlarimiz shu qandaq shu kashlik hayot to'g'risida qandaq donliq yerlar bor, haqlar bor degan eng donliqlar qandaq yoki bo'lmasa normal qimmat emas, normal qimmatlari qandaq yoki qimmat emaslari qaysi yerlar degandek lan deyishdik. Andan keyin bu yerda bu Newcastle yashada ashtaq jiq yoshlar bor. Andan keyin ash haqlar atrofdagi shahardagi haqlar ishlab, yashab turmush bisimida bisimiz qilgan mishakab ashundaq nimalarga klublarga berib, aroq ichib, o'zini nima qilib, o'zini kayfiyatini tanishib, ba'zi jiqaroq ichib olib, andan keyin mush Newcastle fight degandek bir ishlarni qilib, urush chiqardi ko'chada degandek gaplarni qilishdik. Bu yerda tushuntirish shu gap bu ekan chog'da shuni deb qo'yishni to'g'ri topdik Uyg'urcha. Biz bu gaplarni deyish orqali sizlarni planni yerga berib, klubga berib, aroq ichinglar, klubga beringlar, klubga beringlar degan gap emas. Siz aroq ichamsiz, ichmamsiz, nima ish qilsangiz o'zingizning hayoti. Biz faqatlar shu real turmush, shahardagi bor narsalarni tushuntirib qo'ydik. Shunday qilib, bu haqlar xato tushunib qoldi ekan. Shunday qilib. Xato tushungandan keyin xat yozib tilab qolgandek ishlar bo'ldi. Shunday. Inkas subsida ba'zi kishilarimiz bor shu har xil gaplarni yozib boqidi. Shundan keyin Hamma odamning kallasini o'ylaydigan o'zining kallasida degina, hamda uni biz yaxshi bo'lmagan inkaslarni har qanday odam yozadi. Uni hamda har qanday davlatda har qanday bor ish hamda men bulamdim, buning qonunlamdi, yana birisining qonunlamdi kim bo'lsa o'xshash. U hamon chiqadi o'ylaqa ta'tirdan chiqib gap qildigan, ta'ni gap qildigan yoki bo'lmasa aqlsiz kishilar u hamon bor. U hamon aqlsizmi emas hamda qanday. Aqlsizlik bo'lmay nima da shu aqlsizlik. Aqlsizlik emas hamda aqlsizlik. bu biz hozir entertainment qilyapmiz degan.
bu vlogging is for entertainment purpose, right? Yeah. And we should Uyg'urcha deyishib atqandiq. Demakchi bo'lganimda haqlar nima yozishga yozayversin, lekin yozgan ashta tani gaplarni yo bo'lmasa hate speech bormi? O'chmanlik gaplarni yozgan vaqtida yozishdan burun o'ylashib boqinglar biz endi o'ylashimsanglar mayli endi yozsanglar bularda. Demakchi bo'lganimiz Shu aqlsizlik qilmanglar demak. Erkin og'indan anglab ketdimcha boshqa qiz vloggerlardan bilamdi yoki boshqa o'g'il do'stlarimiz bilamdi. Bizmi shu Uyg'urimiz shunda bir-birimizni qo'llamay siz gap yozib tillab boshqa qilganmiz deganda yo'q unda emas. Biz bu internetga, mediaga, ijtimoiy aloqalarda, social mediada yeng bo'g'ashqa bizdagina vlog qiladigan video ishlaydigan unda turmushlar bo'lmaganda vatanda Uyg'urimiz qilgan madaniyat yo'q. Unda madaniyat yo'q. Bizga yengillik bo'lgandan bunda tillab hate speechlarni qilib vaqtida o'sha vloggerlarga yo bo'lmasa shu Instagram'dagilarga u bir yangi tuyg'u bo'lg'achqa biz shunda bizning Uyg'urlarmizda eskimadi deb. Ashuna tuyg'u bo'lib qoldi. Lekin chunki to'xtaydi deb aytagan. Lekin bu amaliyotda butun boshqa culturelardan bor. Shu Hanzulardan bor, Angliyadan bor, Amerikadan bor. Har qanday davlatdan bor unda hate speech. Shuning uchun buni Uyg'urimiz bunday deb demasak yaxshiroq dedik-da. Bu hamsi bizga yangi yangilik bo'g'ashqa tuyuldi. Hani biz shu yozgan vaqtida diqqat qilib hamda bir-birimizni qo'llab qilsaq yaxshi hamda nima yozsanglar o'zinglar ishida. Bizni mitlaydiganlar chiqdi yaxshi bu yerda. Chiqdi. Dedim-ku boy aqlsizlar desam, malaqa xafa bo'lib ketdim-ku. Aqlsizlar tushuntirib desak bo'lmaydi-da unda. Yo'q, tushuntirib qo'ydim chunki nimishqa boy deganda hate speech deganda shunday o'chmanlik xarakterdagi inkaslarni yezish. Sababi nima? Chunki ularning bizni ko'rayotgani, ekran orqali ko'rayotgan birsiga bu yerda security degan narsa bor, sense of security degan bu ekranning keyinda u nima qilg'izkasi, nima degizkasi o'zining kimligini oshkorlamagandan keyin, u kimligini bilmagandan keyin og'ziga kelgan davrda bu bir xil xotirjam bir hayot, dunyo bo'lgandan keyin yezaverdi. Endi birsiga nima shunday yozdi deganda o'zining o'ylayotganlari, o'zining o'y fikr, dunyo qarash, qiymat qarash degandek hayot usuli bilan o'xshamaydigan o'ziniki o'xshamaydigan narsa bo'lsa, o'zi qilsa qabul qilinmaydigan narsa bo'lsa, shundaq sisiq gaplarni, eski gaplar, yomon gaplarni, o'chmanlik gaplarni davilish orqali o'zining kayfiyatini sal tanishib oldi. Bu aqlsizlik bo'lmaydimi? Well, unda emas, endi yangilikda bu endi. Keyin aldirmay o'zimni xatolik qilib to'g'ri ish qilgan bo'ldi-da. Shu xatolikni bilgandan keyin qilmaslikni o'rgansa bo'ldi endi. Demakchi bo'lgan yana bir gap aytdim, unutib qoldim. Hozir demakchi bo'lganim esi keldi endi. Esimga qoldi. Ashta izishdan burun xalqning ko'nglini o'ylab qo'ysanglar, hamma odamning turmushi o'xshash bo'lib ketmaydi. Sizlar qabul qilmagan narsa cho'qim xato bo'lishini atayin. Ularning turmushi o'zining turmushi, o'zining yo'li bor. Shu sizlarning o'zingizning yo'li bor. Yoqtamsanglar, ko'msanglar bo'ldi. To'g'ri, yoqtirmasa uchirmasangiz bo'ldi. Ya boshqa ko'ringlar. Ko'rsanglar bizga jiqroq paysi bor. Bizga qo'yib ko'rsin deb qo'yatgan shu ko'ringlar. Ijtimoiy aloqa vositalarida u bir qonuniyat deb qo'yamda, qanday qilamiz? Qancha shu jangi jidal bo'lib ketsa, ma'lum bir video ustida, tema ustida. Xabarlarmi shuga? Qanchalik virusning gapini desa shuncha jiq pul topadi xabarlar. Qancha qizib o'tib ketib qolgan gaplar bo'lsa, videolarınızın temanızın üstüde qancha jang-jidal talash-tortishlar bo'lib kelsa, u videolarınız bekrak bozorliq buldangan degan shuni demoqchi qo'ysam. To'g'ri. Nachiqatim degan oson emas. Bu tatib bilan chiqarib qo'yish hisob emas. Uning degan nurg'un ajr ketadi, vaqt ketadi, zehn ketadi. Bu vlogging degan avarchiq narsa, kesib choplab vaqt. Uni o'tirib ko'rsam bo'ladigan narsa. Buni tayyor qilib chiqarish uchun keyinda bir muncha nima ketadi? Ajr ketadi. To'g'ri. Unda bo'lgandan keyin endi qo'yaylik bir-birimizni. Subscribe qilib, like qilib, boshqa do'stlarga taqib. Chunki masalan mening qonimda hech qanday bir yomon narsa o'rganmaysiz. Ingliz tiliniz, undan boshqa shu chiqib yaxshilab narsalar bo'lsa, ahamiyatli narsa o'rganasiz. Foydasiz narsa yoki sizga ziyonliq akildigan hech qanday ish yo'q. Gapning oxiriga kelsak, videoning oxiriga kelsak, bu yoq bo'lsa asli Uyg'urlarning ishidan chiqqan peshqadam vlogger yoki bo'lmasa peshqadam YouTuber. O qancha yil boshlagan tam?
12'den tatib 12.010 11'lerde. Şu yeni hammam şu balla adeti çetel çıkışı yeni başlagan vaqtlarimizda Yaş vaxtımız. yosh vaqtlarimizda boshlagan video ishlashlarni keyin o'tirib to'xtatib qo'yding ha. Balvogan To'xtatib qo'ydi. Hozir har sabablar bilan turmushliq sabablar bilan to'xtab qoldi. Ammo buning YouTube kanali mana bu yerda ko'rsa mana bu yerda lamba. Ergashmagan bo'lsangiz, agar shuning ichiga kirib videolarini ko'rib qo'ying, har xil mazmundagi narsalar bor. Bundan keyin yaxshi narsalarni qilishga amal bor, tirishidi, hamda bola ishga bulay olib davatidi. Texmi ishchi qaydi. Imron bilan yana birlikda ishlayotgan bir qancha videolarimiz bor. Birisi boy degandek badan chiniqtirish munosabatlik. Nima chiniqtiramiz? Qanday chiniqtiramiz? Qanday qilsak eng unumli, eng ahamiyatli bo'ldi? Buning foydasi nima? Ahamiyat nima degan to'g'risida bir ishlaymiz. Andan keyin boshqa video planlarimiz bor-ku? Bor. Kutimiz bloglarni kun-kun. Turimiz. Andan keyin sizlarning o'zingizlarning qanday xarakterdagi, qanday mazmundagi narsalarni ko'rishni xohlaydigan o'yinlar bo'lsa, Ya bizning iloqi turmushimizmi yoki qanday bo'lsa, nereden kelgan, nima qilamiz, qanday mazmun bo'lsa, Angliyaga keldik degandek. exactly. Qanday mazmundagi videolarni ko'rishni xohlasanglar, o'ylasanglar, videoning ostidagi inkas qismiga comment sectionga yozib qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Instagramlarni chiqarib qo'yman bir şeylarga. İmronnikini, meninkini, hammamiznikini chiqarib qo'yman. Agar shu bilinglar. Descriptionda bor. Descriptionga ham chiqarib qo'yman videoning ostidagi. Andan keyin bu videoni texnik jiq do'stlaringizning foydalanish uchun share qilib, taqib qo'yishni unutmang. Boshqa sotsial medialarni taqib qo'yishni unutmang. Agar yoqtirgan bo'lsangiz qanday qildi? Smash the like button. Exactly. Anda bo'lsa, ikkilar qatimliq videomizni ko'rishaylik. To'xtanglar, tugmabdi bu videoning oxiri. Mushu o'xshagan tomoqlarni etib bergan kimga rahmat? Fatihga rahmat.